hozir achchiq osh deyishadi-ku, hech ani internetda ko'rardim, hech o'zlari jo'y ko'rmadim. Kaptarga ish qo'z ekanlar bular ham. Kaptarga emas, aka buni bosgani keldi. Qozonni bosamiz. Voy egasi menman Kaptar. kaptar. Mani yuragimni chaldan. Hozir men bilan endi. Voy kamera maniki deb o'tiribdilar, o'shanga bu qozonni bosamiz dedi. Yes, okiz naryoqda yuraverasiz, bizga to'smas ekan. Dushman ekansiz bor-ku. Undan ko'ra boshqa temada gapiring, zo'r ovqatni qilib bering undan ko'ra. Masallig'ini qilib beringlar-da, bu kaptari uyatga Bizani yomonlasangizchi, kaptarni yomonlamang. O'z sharoitdan ko'rdim. Bo'ldi, bunga til tekkizmaymiz-da. Moshni qilib masalani bosasizlar, achchiq oshmi, qozon qopni bo'yin bosib beramiz. Mana bular hozirgi paytda Toshkentning eng qimmat, eng chiroyli kaptarlardan bittasi bo'lib turibdi, mana shu kaptarlar. Hozir sizni xayolingizda hozir sekin qornini yorib, ani qiymalarni solib, xayolingizda shunaqa narsalar o'tayotgan bo'lsa kerak. Bular qiziqmas ekanlar-da, lekin siz qiziqasiz-a? Mana Qiziqadi, aka qozonga bosish. Kechaganda mana $7000 sanab berdim mashq qushga. Bittagami? mana 7000 ga 7000 ga sanab berdim mashq qushga. Ha, jonivar qarang. Raqamini bering, aytmaylik. Keling, Men ishlayman, qo'lingizdan qiling. Mana. Vaqtimi? Gelik uni, gelik. Top bilan ham qiynab olsiz degan. To'pga gap yo'q degan. Hali sizlarni oshdaman yemaganman. Hani ko'pchilik maqtaydi. Hani nechta odam yesa ham hani pulmi, qanaqadir pul berib. 4 kishi bir soatga bersa, 4 kishi bir soatga bersa $500 beriladi. Yanaqalar bilan bordi. Konkurs. Shuni oldin pulni bersangiz deb bizga Kaptarga o'xshab cho'qilamisizlar. tushunmadim. Okey, endi kaptar ovozni berdi, kaptarga o'xshab cho'qilib yeydi dedi. Hozir mehmonsiz, sizga indamay turibmiz. Qo'llayman. Oilangizga borib olaylik, keyin bizdan eshitasiz gaplarni. Keyin borib hazil gap shakarlar olganlar. Qo'ymas ekanlar bor, gap yo'q. Bu indamay turib hazillashib qo'yar ekanlar. Bor. Yuzlari kulmas ekan, shunda tir hazillashib qo'yar ekanlar. Ko'tarish kerak. Gap o'ylaydi. Lekin mana bugun tanishib aniq qolganmiz, gap yo'q. Serozniy ko'rinishda, serozniy gaplar qilsalar ham, lekin menimcha ko'ngillari ochiq insonga o'xshatdilar. Kutib olamiz. Gap yo'q. Joyda,